Alisher aka, farzandni tarbiyalashda qo'llaniladigan instrumentlar aytib o'tsangiz. Birinchi o'rinda ota-onani o'zini o'rniga. Agar yaxshi o'rnak bo'lib bersa, o'shani o'zi katta tarbiya hisoblanadi. Ikkinchi o'chirit bu birlamchi ehtiyojlar, bolani birlamchi ehtiyojlari. Tarbiya vaqtida o'sha birlamchi ehtiyojlarga e'tibor berish kerak. Himoya, ishonch, erkalash, o'z fikrini bemalol ifodalash, emotsiyalarni ko'rsatish va erkinlik, harakat qilish, mustaqil fikr bildirish, e'tiborli, adolatli bo'lish. Tushunasizmi? Tushunish, ovqatlanish jarayonida yaxshi ovqatlanib, yaxshi taomlarni yeb yurish, hojatga kirish, masalan, uxlashda muammolar tug'ilmasligi. Bu asosiy ehtiyojlarga kiradi. Shularni ta'minlab qo'yish kerak ota-ona. Uchinchisi, avvalambor ichki hissiyotlarimiz, farzandlarimizga bo'lgan muhabbatimizni ichimizdan his qilishimiz kerak. Bu ko'zlariga qarab his qilishimiz kerak. Bu bir mas'uliyat, ya'ni farzandlarimiz oldida bizga mas'uliyat.